Qiyin ahvolda kelgan bemorimiz operatsiyadan keyin. Assalomu alaykum. Hurmatli kuzatuvchilar. To'g'ri, men kecha juda kuchli og'riq bilan kelgandim. 7 oydan beri shu dard bilan og'riyman. Bormagan joyim, lecheniyalar juda ko'p bo'ldi. Hammasi vaqtinchalik 4 soat, uzog'i 5 soat. Oxiri shu oldirib tashlashga qaror qilib, shu insonni YouTube'dan topdim, sizlarni topib, ishlarni bir haftadan oshiq kuzatib, har bitta yangi qo'yilgan ish kuzatdim. Iloji boricha yangirog'ini qidirverdim. Keyin qo'ynim bo'lib telefon qilib, endi kim ishonadi, kimdir ishonmaydi. Menda misol uchun hozir 10% og'riq bor yoki yo'q. Shu mana xudoligimni aytaman. Buni men narkozdan chiqqandan keyin sezdim, chunki sirazi oyog'imni qimirlatdim. Xayolimga oyog'im keldi. Sirazi bismillohni aytib, ey Alloh, o'zing dardimga shu. Shuni oyog'imni qimirlatsam, oyoq qimirlayapti, og'riq yo'q. Doktorga kelishdan qo'rqib, og'riqlardan qiynalib yurganligini tavsiya berasiz. Tavsiya berardim o'zim ham, chunki sizlar o'ylagan fikrda yashagan bo'lim. Yashab keldim. Mana 7 oy kim nima desa bormagan tabibim, bormagan ham qolmadi. Yaxshisi kelib oldirib ayol kishi uchun dard bilan yurish. Oilangizga ham, xo'jayiningizga ham, bola chaqangizga ham hammaga xullas xalaqit beradigan narsa ekan. Undan oldirib tashlab tinchgina ro'zg'or ishlaringizda o'zingiz bardam bo'lib harakat qilib yurganingiz yaxshi ekan. Kimda kim shunaqa grija tufayli, yo stenoz tufayli qiynalib yurgan bo'lsa, bu muammoga yechim topa olmayotgan bo'lsa, bizga murojaat qilinglar.